Bir yerga ketsa, Alisher, hop. 2,5 million so'mdan ketaveradi. Qurbon hayitga aksiya deyapmiz aka, lekin bu qurbon hayitga bo'lmaydi, lekin. Yo'q, bularimiz bo'lmaydi. Qurbonlikka bo'lmaydi. Saroydan Abrorjon akamizning qo'ralariga akalar puli yengil qo'zilardan kelib qoldi. Bugunga ham aka qarang, narxini siz bugun qo'zini narxi bilan maqtanaylik aka. Xohlasangiz Hisorisidan akalar. Xohlasangiz akalar Qirg'izistonnikidan aka. Hurmatli tomoshabinlar, puli arzon qo'zilardan chiqarmay qo'ydingiz deb obunachilarimiz ko'p so'rashyapti akalar. Mana akalar, obunachilarimizning talab istaklariga binoan Hisori qo'zilarda juda ham puli arzon variantidan bugungi video syomkamizda chiqadi akalar. Betadan like bosib videoni oxirigacha kuzatib turasizlar. Assalomu alaykum hurmatli Chorvabozoyev kanali qadrli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva qo'y ishqibozlari. Bugun xudo xolasa akalar haftaning akalar shanba kuni, ertaga yakshanba akalar, puli arzon, puli yengil qo'zilardan obunachilarimiz so'rashganda biz bugun Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroydan Abrorjon akamizning qo'ralariga akalar puli yengil qo'zilardan kelib qoldi aka, mana Qo'chqor. Xudo xolasa bundan keyingi undan ham pul arzonroqlar chiqadi. Videoni oxirigacha e'tibor bilan ko'rib, betadan like bosib qo'yasiz akalar, sizga qisqa London ma'lumotini beramiz. Xudo xolasa ketkizgan vaqtingizga achinmaysiz akalar. Videoni oxirigacha e'tibor bilan ko'rib turasizlar. Abrorjon aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Alisher. Charchamayapsizmi? Mazangiz yaxshimi? Rahmat. Qo'ylar xudo xolasa dangillagillar kelibdi. Ha, qo'ylarda zo'rlari keldi. Mana akalar, Hisori zotli qo'zilar. Abrorjon aka, bugunga nechta qo'y chiqaramiz aka? Birinchi partiyamizga necha bosh aka? Birinchi partiyamiz 30 boshga. Bari Qo'chqor berdi. Aha. 30 bosh, bari Qo'chqor. Hop aka, necha oylik atrofida? Bular 5 oylik plus minus. 5 oylik plus, endi 4-5 oylik atrofida taxminan. Ha, orasida 4 oylik ham bor, 5 oylik plus minus. 4-5 oylik atrofida qo'zilar, hammasi Qo'chqor. Xudo xolasa yeb ichib turgan, sog'ligi zo'r. Ko'ryapsiz, yungini ochiq holatda ko'rinib turibdi akalar. Endi buning ichidan 5 tami, 4 tami, nechta olsangiz ham xudo xolasa mana shu akalarimizga telefon qilasiz, chiroyli qilib dastavkalarni qilib yetkazib berishadi akalar. Muomala yurishadi, eng muhim akalar. Ertaga yakshanba kuni tepasiga kelib ham bir qator ko'rishsin aka. Aka, Alisher, bitta joyga ketsa, yengil qilib beramiz. Tepasiga kelib ko'rishsin. Agar uzoqdamiz deysa, telefondan ham ish bitiraveramiz aka. Telefondan ham telefon qilsa, video vizitdan telefon qilib, yoqtirganlarni tanlashsa, bo'ylarini o'lchab, ko'rsatib, ma'qul keltirganlarni beraveramiz Alisher. Endi Abrorjon aka, mana o'tgan safar aka YouTube tarmog'ingizga bitta qo'zi chiqarib berdingiz, talamash qilib olishdi obunachilar. Ha, talamashib ketdi. Bugunga ham aka qarang, narxini siz bugun qo'zini narxi bilan maqtanaylik aka. Narxini yengil qo'yib bering aka, talamash olib ketsin bu ham. Alisher, o'z bugungacha Qurbon hayitimiz yaqin. Qurbon hayitimizga mega aksiya qilamiz deb niyat qildik. Chiroyli aksiya qilamiz, xudo xolasa. Bunaqa qo'ylarni misol 4 million ham sotilyapti, 3 million 700 ham sotilyapti. Hech qanaqa 4 million, 3 million 700, 3,5 million ham emas Alisher. 3 million 3,5 ham emas. 3,5 ham emas. Endi qarang, Qurbon hayitga aksiya deyapmiz aka, lekin bu Qurbon hayitga bo'lmaydi, lekin. Yo'q, bularimiz bo'lmaydi. Qurbonlikka bo'lmaydi. Hali uyda qo'y boqib turib, qurbonlikka so'yib turib va uni zaynat qilishga olishadi-yu. O'shnaqaga zo'r tavsiya-da bu. Kerak bu aksiya desa yana qurbonlikka deb o'ylab qolmang. Bu aka yoshiga yetmagan qo'zilar. Xudo xolasa narxini aka 3,5 o'tib beraman dedingiz. Qancha o'tamiz? 34 deymi Alisher? Ya 34 desangiz yaxshi bo'ladi-yu, lekin aka yana o'tib bersangiz aka. Alisher 30 bosh bir joyga bo'lsa 33 dan ketaveradi. 3 million 300 ming so'mdan. 3 million 300 ming so'mdan ketadi. Dastavkasini ham qilib berasiz aka. Dastavkasini Toshkentgacha qilib beramiz, undan oyog'ini kelishtirib o'rtada kelishilaveradi. Mana akalar 3 million 300 ming so'mdan akalar, xudo xolasa narx sifat kimga yoqqan bo'lsa past raqamdan qo'yib qo'yamiz, aloqaga chiqib olasiz akalar. Lekin realni 33 dan arzon bo'ldi aka mashq qo'zilar. Xudo xolasa buni o'rtasidan bo'lib olishsa-chi 15 tadan aka? 15 tadan bo'lib olsa ham shuna. Optimum narxda. Optimum narxda. Yashang. Endi orasidan 2 tani, 4 tani olamiz deysa, unda tabiiy ravishda jicha narximiz qo'shiladi. Ha. Holatiga qarab, jicha qo'shiladi. Lekin buni optimiga bir joyga olsangiz, xudo xolasa oz-moz o'x summadan xayriga akalar nimadir o'tib beriladi akalar. Eng qizig'iki, buni dastavkasi ham besplatni etib oladi akalar. Mana ishqivozi bo'lsa, dastavkasini aka qaygacha qilib beramiz, mana qiziqqan kukulamizga. Dastavkasi Toshkentgacha bizni cho'ntakda. Undan oyog'iga ham sotaveramiz. Undan oyog'iga dastavkasini kelishamiz. Kelishiladi aka, yashang. Aka, bundan keyin qanaqasini ko'rsatamiz? Bundan jinda maydaroqlari bor, uning ichida sog'lig'i ham bor Alisher. Pul yengiroqlari bor. Pul yengirog'i bor.
Xudo xolasa akalar, keyingi partiyalarimizni ko'ramiz. Ichida urg'ochisi bor, qo'chqori bor. Shularni chiqarib ko'rsatamiz akalar. Like bosib, videoda akalar, xudo xolasa e'tibor bilan ko'rib turasiz akalar. Qisqa to'liq ma'lumotlarni beramiz akalar. Tavsiya qilaman, aloqaga chiqib ko'rasizlar. Hurmatli tomoshabinlar, mana keyingi partiyalamizga ham akalar, yana ham pul arzon aka. Juda ham hadoy varianti. Eng qizig'iki, buning ichida sovlig'i ham bor, qo'chqori ham bor. Abror aka nechta soni buni? Bular jami Alisher 20 bosh. Aha. Ichida 7 boshi so'liq. 20 dan 7 tasi sovliq. 7 ta so'liq. 13 ta qo'chqor. Endi aka necha oylikka beramiz mana shu qo'zlarni? Bu qo'zlarimizga 4 oylik qo'zlar. 3,5-4 oylik atrofi aka. Endi tepasida bo'linmagan. Buni narxiga qarab, misol uchun, yoshiga qarab narx qo'ymaysiz akalar, chunki ko'pchilik misol uchun 3 oy 4 oylik qo'zlarni ham yiriklashib ketgan bo'lishi mumkin akalar, yoki o'rtacha holatda bo'lishi ham mumkin. O'shaning uchun 3,5 oylik 4 oylikka hisoblanib chiqara olasiz. Xudo xolasa 20 ta soni bo'ladigan bo'lsa, 6 ta sovliq, 7 ta so'liq, 13 ta qo'chqor. Qancha deymiz aka? Yebichar zo'rmi buni? Yebicharlari sinovdan o'tgan Alisher zo'r. Qancha bir joyga tars ayting, tars ketsin bu ham. Bir yerga bo'lsa Alisher 31 dan demayman, 3 million so'mdan ketdi. 3 million so'mdan. 3 million so'mdan ketaveradi bir joyga. Xudo xolasa 3 million so'mdan kela mana ketdi. Dastavkasi ham o'sha boyagidek Toshkentgacha bo'ldi. Past raqamlarni qo'yib qo'yamiz akalar. Realni aloqaga chiqib ko'rasizlar akalar. 3 million so'mdan ketdi akalar. Like bosib qo'yasizlar. Bundan keyingi aka qanaqasi bor? Bundan keyin bundan ham puli yengil bor. Bundan ham yengilroq bor. Yashang. Keyingi partiyalarimizni ko'ramiz akalar bo'lmasa. Hurmatli tomoshabinlar, 3 ta qo'chqori bor, 3 ta sovlig'i bor akalar. Xudo xolasa narxini bir yengil qilib aytamiz akalar buni. Sizga qurbonlikka katta qo'chqor so'raganlarga qurbonlikka ham katta qo'chqorlarimiz bor aka. Katta qo'chqorlarimiz ham bor. Hozir buni qarang. Buni ma'lumot berib olaylik, keyin katta qo'chqorlarni bir yengil ko'rsatib qo'yamiz aka. Hop. Alisher bu eng yengil variantdagi qo'zlarimiz. Bu hali nevarasiga qo'z olib beraman, ikkita deb, bitta so'liq, bitta qo'chqor qilib olib berib, nevarasiga o'to'lanlarni aylantirib yurgani zo'r aytadigan qo'zilar. Aka, buni qarang, 3 ta so'liq, 3 ta qo'chqorini bir joyga menimcha 3 oylik atrofida bu. Shunday. Alisher 3 oylikka to'lgan. 3 oylik atrofida aka. Chiqqan qo'zilar. Qancha narxi buni aka? Hop. Bir yerga ketsa Alisher, hop, 2,5 million so'mdan ketaveradi. 2,5 milliondan bir joyga. Bo'ldi, ana. Agar bitta qo'chqor, bitta sog'liqqa ajratib olamiz deyishsa, uni ham kelishaveramiz. Bo'laveradi. 2,5 million so'mdan akalar ketdi. Ishqovoz bo'lsa, past raqamlar qo'yib qo'yamiz. Yosh qo'zilar akalar, qarang, juni ham yiltiroq qo'zilar. Endi akalar mana qurbonlikka qo'chqor so'ragan ukalarimizga mana akalar. Xohlasangiz Hisorisidan akalar. Xohlasangiz akalar Qirg'izistonnikidan aka. Xohlasangiz akalar yana Hisorisidan. Aka, narxini xom taxmin qancha bo'lar narx? Endi Alisher ot bilan tuya bo'lmaydi. El qatori. Misol uchun qassobga hozir 85 mingdan 95 minggacha, 90 minggacha oralig'ida nima bo'lyapti, sotilyapti. Xohlasa taroziga qo'yib turib shunaqa narxda kelishamiz. Xohlasa taroziga, xohlasa tiriklayin taroziga hisoblamasdan qurbonlik uchun jon olinadi Alisher. Yo'q, menga kilasi muhim emas, lekin shunaqa katta qo'y so'ymoqchiman degan odamga shu tirik vaznini tanlaydi, tirigicha baho qilib kelishaveramiz. Shunda ham u ot bilan tuya bo'lmaydi. Narxi 9 million qanchadir minus, qaysidir bitta qo'yimizda, qaysidir qo'yimizda ozgina plyus. Bo'ldi. Akalar, eng muhim akalar buni tirik go'shini sotib olmaysiz. Asosan buni tirik go'shini sotib olmaysiz, lekin joni qurbonlikka ato qilinadi akalar. Alloh uchun. O'shaning uchun past raqamlar qo'yib qo'yamiz. Bemalol katta qo'chqor so'raganlarga boquvdagi qo'chqorlar sotiladi akalar. Sotiladi bular. Hop, manzilimiz sizga bir qator eslatib qo'yamiz. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani, Saroy qishlog'i akalar. Bugungi kun hammangizga xayrli bo'lsin, qilayotgan ishlaringizga, chorvangizga Alloh taolo barakasini bersin. Keyingi syomkalarimizni ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.